Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu Təşkilatı əməldarları Biden'ның Xi Jinping bilan tözgən həmkarlıq kelişiminin növbətdə Xitay tərəfindən qattiq bastırılayotgan Uyğurlarni setib etganlik bo'ladiganligini ta'kidladi. Angliya Kundalik Pochta gazetining 15 noyabr xabar qilishicha, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu Xalqaro tashviqot bo'limining mudiri Louisa Griv muxbirlarga Biden'ның Xi Jinping bilan tuzgan kelishimi Amerikaga hech qanday manfaat elib kelmaganning ustiga Xitoy tarafidan qattiq bostirilgan millatlarni texmi azoblaydi degan. Xitoyning Sharq Turkistonni erkin savdo rayoni qilib qurish loyihasi gumon qo'zg'agan bo'lib, amaliyotda bu savdo markazlarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining ikkinchi nusxasi bo'lib qolishi mumkinligi ilgari surilmoqda. Tayvan xalqaro radiosining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yaqinda atalmış Şinjan erkin savdo sınaq rayonining umumiy loyihasini e'lon qilgan bo'lib, bu plan orqali Sharq Turkistonni o'rta va g'arbiy rayonlarning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari suradigan ulguga aylantirib, yadroliq rayon qurilishi atalmış bir balvoq bir yo'l tashabbusini kuchaytirganligi da'vo qilingan. Turkiyada terrorlikqa qarshi turish soqchilari 2014-yildan boshlab Turkiyada qonunliq ishlayotgan va uzun muddatlik turish kinishkisi olgan İlyas Ablikimning uyiga besib kirib, bir oila kishilarini tutib ketgan. Ko'chmanlarni qaytarib etish markaziga qamalgan ayolning Xitoyga qaytarilishidan andish qilinmoqda. Yaqindan buyon Turkiyada bir necha Uyg'ur oilasi bu xil ahvolga uchirgan bo'lib, Uyg'urlar Turkiyada xotirjam yashashni, bu xil qo'lga ilinish va vahima paydo qilish ahvollarining yo'qolishini umid qiladi. Turkiyaning Adana shahrida metroda unlik ovozda Falastin uchun she'r o'qigan bir yoshga boshqalar norozilik bildirib, nima uchun Sharq Turkiston uchun ovoz chiqarmaydiganligini so'ragan. Boshqa yana bir yosh uningga mundaq degan: Sharq Turkistonda turklar o'lyotadi. Buningga og'zingni ochib baqdingmi? Askarlarimiz u yerga berib urush qilsin. Urushga bag'in. Bu yerda gap qilish oson, qo'rqinchoq. Xitoy Uyg'urlarning madaniyatiga aloqador barliq narsalarni cheklab yo'qotish bilan to'xtab qolmay, qimmatli tarixiy buyumlarni yig'ib yo'qotishga urinmoqda. Lager joyida Zumrat Davud xonim Facebookda ambakirlagan bir senda Xitoyning tarixiy pullarni setib olish e'loni ko'rsatilgan. E'londa 10 turli tanga pulni eng qimmat bo'lganda 2 milliondan 1 milliongacha qimmat setib olganligi bildirilgan bo'lib, e'londa 10 turli tanga pulni eng qimmat bo'lganda 1 milliondan 2 milliongacha xalq puli qimmatida setib olganligi bildirilgan bo'lib, bu tangalar ichida Sharq Turkiston Jumhuriyatining tarixiy isbotlaridan biri bo'lgan tangalar bor ekan. Avstraliyaning Carter gazeti saqchi manbalarini asos qilgan xabarda 7 oktyabr Hamas hujumiga qarshi harakatga o'tgan Avstraliya urush tikuvchilarining musiqa bayramiga qatnashayotgan fuqarolarni etib etganligini o'tirib qo'ydi.